Bir martalik ilmiy kengash tarkibi 13 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Majlisda kengash a'zolaridan 13 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosliklari bo'yicha 12 nafar fan doktori qatnashmoqda. Bugungi majlis kun tartibi Tajiyev Jamoliddin Nasriddinovichning 02:00:02 analitik kimyo, 11:00:05 atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ixtisosliklari bo'yicha bajarilgan. Atrof muhit obyektlaridan naftalin asosidagi yangi organik reagentlar bilan ayrim og'ir va zaharli metall ionlarini spektrofotometrik aniqlash usullarini ishlab chiqish mavzusidagi kimyo fanlari doktori DS dissertatsiya ishining himoyasi. Ish Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti analitik kimyo kafedrasida bajarilgan. Ilmiy maslahatchilar kimyo fanlari doktori professor Usmanova Zulayha Asanaliyevna, kimyo fanlari doktori professor To'rayev Hayit Xudoynazarovich. Rasmiy abonentlar kimyo fanlari doktor professor Yashiyeva Zuhra Ziyatovna, texnika fanlari doktor katta ilmiy xodim Satiqulov Elyo Satimbayevich, kimyo fanlari doktor professor Usmanova Hilola Umataliyevna. Yetakchi tashkilot O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi umumiy va noorganik kimyo instituti. Kun tartibi bo'yicha kimda savol va takliflar bor? Unda kun tartibiga binoan ilmiy kengash ishini boshlashga ruxsat berishingizni so'rayman. Talabgorni shaxsiy ishlari bo'yicha tanishtirish uchun so'zni ilmiy kengashning ilmiy kotibiga beriladi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Tojiyev Jamoliddin Nasriddinovich 1988-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. 2010-yil O'zbekiston Milliy universiteti kimyo fakulteti bakalavriaturini, 2012-yil analitik kimyo kafedra mutaxassisligi bo'yicha magistraturani tugatgan. 2012-2018-yillarda Toshkent davlat agrar universitetida ishlagan. 2018-yil 5-sentyabrda O'zbekiston Milliy universiteti analitik kimyo kafedrasida ishlab kelmoqda. 2019-yil 28-dekabr 02:00:02 analitik kimyo ixtisosligida falsafa doktori dissertatsiya ishini muvaffaqiyatli himoya qilgan. Hozirda Tojiyev Jamoliddin Nasriddinovichning doktorlik dissertatsiya mavzusi atrof muhit obyektlaridan naftalin asosidagi yangi organik reagentlar bilan ayrim og'ir va zaharli metall ionlarini spektrofotometrik aniqlash usullarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Dissertatsiya bajargan tashkilot O'zbekiston Milliy universiteti. Ilmiy maslahatchilar professor Usmanova va professor To'rayev. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 35 ta ilmiy ish, shulardan bitta foydali model, patenti olingan bitta monografiya chop qilingan, OAK tavsiya qilgan ilmiy jurnallarda 15 ta maqola chop qilingan. Shulardan 11 tasi respublika miqyosida, 4 tasi xorijiy jurnallarda nashr etilgan. Dissertatsiya ishining dastlabki muhokamasi 2025-yil 15-yanvarda O'zbekiston Milliy universiteti analitik kimyo kafedrasining 11-sonli kengaytirilgan ilmiy seminarida muhokama qilingan. Seminar bayonnomasi majlis raisi analitik kimyo kafedrasi dotsenti kimyo fanlari doktori Ziyayev tomonidan tasdiq imzolangan. O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Taqdirchilar Limratova va Kulmatov. Seminar Tojiyev Jamoliddinning dissertatsiya ishini O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSK 03-30-12-2019 K01-03 raqamli ilmiy kengash qoshidagi bir martalik ilmiy seminarga tavsiya qilgan. Dissertatsiya ishining muhokamasi bir martalik ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda 2025-yil 20-martda 1-sonli majlisda muhokama qilingan. Taqdirchilar professor Kulmatov va professor To'xtayev. Majlis bayonnomasi ilmiy seminar raisi professor Boboyev tomonidan imzolangan. Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Ilmiy seminarda Tojiyev Jamoliddin Nasriddinovichning dissertatsiyasi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy kengash qoshidagi bir martalik ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etilgan. Dissertatsiyaning muhokamasi davrida ko'rsatilgan kamchiliklar inobatga olingan va tuzatilgan. 2025-yil 26-mart O'zMU huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSK 03-30-2012-2019 K01-03 raqamli ilmiy kengash qoshidagi bir martalik ilmiy kengashda himoyaga qabul qilingan. Yetakchi tashkilot sifatida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi umumiy va noorganik kimyo instituti tanlangan. 2025-yil 26-martda dissertatsiya ishi va avtoreferati ma'lumotnomalar OAKga topshirilgan. Tojiyev Jamoliddin Nasriddinovichning fan doktori dissertatsiya himoyasi haqidagi e'loni 2025-yil 28-mart OAKning veb-saytida, O'zbekiston Milliy axborot agentligining rasmiy saytida 2025-yil 5-aprelda e'lon qilingan. Shuningdek, 2025-yil 7-aprelda dissertatsiya avtoreferati
ilmiy kengash veb-saytida va Ziyonet axborot tarmog'i portaliga joylashtirilgan. Yetash tashkilot sifatida dissertatsiya ishi va avtoreferati Umumiy va Noorganik kimyo institutining kengaytirilgan ilmiy seminarida muhokama etilgan. 2025-yil 9-aprel 4-sonli bayonnoma. Ilmiy seminar raisi professor Tog'asharif, ilmiy kotib Niyozova tomonidan imzolangan. Umumiy va Noorganik kimyo instituti direktori professor Ibragimov tomonidan tasdiqlangan. Taqdirchilar kimyo texnologiya jarayonlari va qurilmalar laboratoriyasi mudiri professor Yakubov tomonidan berilgan taqrizda dissertatsiya ijobiy baholanib, unda ishning dolzarbligi, ilmiy yangiligi, olingan natijalarning ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyati ko'rsatilgan. Rahmat. Rahmat Nigora Hakimovna. Talabgorlar shaxsiy ishlari bo'yicha savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, so'zni talabgorga beramiz. Ma'ruza uchun reglament 30 minut. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Meni dissertatsiya ishimning mavzusi atrof muhit obyektlaridan ayrim og'ir va zaharli metall ionlarini naftalin asosida yangi organik reagentlar bilan spektrofotometrik aniqlash usullarini ishlab chiqish. Ma'lumki, hozirgi kunda atrof muhitning asosiy ifloslantiruvchi manbalar bu baxt hodisalar, turli xil harakatlanuvchi manbalarning ko'payib ketayotganligi, sanoat korxonalari hamda sanoat maishiy chiqindilardan chiqayotgan barcha chiqindilar yer osti suvlari, suv, tuproq va boshqa obyektlarni ifloslanishiga olib kelmoqda. Buni hozirgi kunda shuningdek dunyoda va respublikamizda aholi sonining ortib borishi ushbu global muammolarni yanada ortishiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, asrash va yaxshi iqtisodiyot deb yilni e'lon qilishlari ham bejizga emas. Ushbu muammolarning yechimi ishlab chiqarish korxonalarida xomashyo va chiqindilarni kompleks qayta ishlash bilan bir qatorda atrof muhit obyektlari tarkibidan ayrim og'ir va zaharli metall ionlarini yangi aniqlash usullarini ishlab chiqish va ularni muntazam monitoring qilishni talab qilmoqda. Shuningdek, tanlangan temir uch, kobalt 2, nikel 2, mis 2, rux hamda smob 2 ionlari hozirgi kunda kimyo sanoatida, texnika sanoatida, farmatsevtika va boshqa sanoatlarda keng qo'llanayotganligi, shuningdek turli xil atrof muhit obyektlaridan aniqlayotganligi sababli ushbu ishlarni muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Biz tadqiqotimizni maqsad va vazifalari sifatida maqsadi atrof muhit obyektlaridan naftalin asosidagi sezgir va selektiv yangi organik reagentlar bilan temir uch, kobalt 2, nikel 2, mis 2, rux hamda smob 2 ionlarini spektrofotometrik aniqlash uslublarini ishlab chiqish va monitoring qilishdan iborat. Ushbu maqsad asosida quyidagi vazifalarni belgilab oldik. Vazifalar asosida biz ishlab chiqarish korxonalaridan chiqayotgan oqova suvlar, chiqindilar va buloqlarni monitoring qilish hamda atrof muhit obyektlariga beradigan ta'sirlarni baholash uchun dastlab Surxondaryo viloyatidagi Saraysuv, Oltinsoy, Qumqo'rg'on, Boysun tumanlaridagi To'polon suv ombori, Xo'jaybek buloq suvi, Surxon suv ombori, Oltingurt buloq suvi, Xandiza buloq suvi tarkibidagi ichimlik va daryo suvlaridan 11 xil namunalar olinib, ularning analizlar natijalari O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Bioorganik kimyo institutidagi induktiv bog'langan plazma spektrometriyada tahlil qilinib, undagi og'ir va zaharli metall ionlarining ruxsat etilgan me'yorlari nisbatan oshgan yo oshmaganligi aniqlandi. Shuningdek, respublikadagi ayrim shaharlardagi, ya'ni 100 mingdan ortiq aholiga ega bo'lgan shahar atmosferasidagi og'ir metallar konsentratsiyasi ham monitoring qilindi. Buning uchun biz Surxondaryo viloyatidan olingan 11 ta namunani quyidagi jadvalda keltirganmiz. Ushbu jadval asosida shunday xulosa qildikki, 11 ta namuna ichida faqat birinchisida, ya'ni To'pol Surxondaryo viloyatidan Saraysuv tumanida joylashgan To'polon suv ombori tarkibidagi barcha metall ionlari ruxsat etilgan me'yordan kam ekanligi, qolgan barcha yana 10 ta namuna tarkibida, ya'ni Xo'jaybek buloq suvida 6,39 marta faqatgina temir ionlarining me'yori ruxsat etilgan me'yordan oshganligi, Surxon suv omborida 1,6 marta, Oltingurt buloq suvida 14,48 martagacha temir ionlarining konsentratsiyasi ortganligi, qolgan masalan Boysun tumanida joylashgan Hazrati Xo'jasida Saxoba ziyoratgohida temir ionlari ham 4,30 dan 5,36 martagacha ortganligi, shuningdek respublikamizdagi 100 mingdan ortiq aholiga ega bo'lgan shahar atmosferasiga og'ir metallar konsentratsiyasi tahlil qilinganda ushbu grafikda yashil chiziq bu butun jahonni saqlash
Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ruxsat etilgan me'yori O'zbekistonniki undan ancha yuqori holatda turibdi. Sababi iqlim o'zgarishimiz va namlik bizlarda yuqori bo'lmaganligi sababli o'z-o'zidan ruxsat etilgan me'yor Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotiga nisbatan yuqoriroq. Shunday bo'lsa-da, respublikamizdagi Andijon, Nukus, Angren, Olmaliq, Navoiy, Toshkent, Buxoro, Qarshi shaharlardagi og'ir va zaharli metall ionlari ruxsat etilgan me'yordan ortgani kuzatildi. Shuningdek, respublikamiz viloyatlar atmosferasidagi og'ir metallar konsentratsiyasi tahlil qilinganda, respublikamiz viloyatlarida umumiy hisobda faqat Toshkent shahri va Toshkent viloyatlarida ruxsat etilgan me'yordan ortganligi aniqlanganligi va hozirgi kunda statistika agentligining ma'lumoti asosida Andijon va Toshkent shaharlarida eng yuqori ruxsat etilgan me'yordan ortganligi kuzatildi. Bularni e'tiborga shuningdek biz Toshkent viloyatidagi turli xil ishlab chiqarish korxonalari atrofida chiqayotgan atrofidagi tuproqlar va suvlarni tahlil qilinganda ushbu biz maqsad qilib olgan mis ionlari, rux ionlari, nikel ionlari ham ruxsat etilgan me'yordan ortganligi kuzatilganligi sababli og'ir va zaharli metall ionlari hisoblangan temir 3, kobalt 2, nikel 2, mis 2, rux hamda simob 2 ionlarini naftalin asosidagi quyidagi 4 ta analitik kimyo kafedrasi professor Turobov hamda professor vazifasini bajaruvchi Tojmuhamedovlar rahbarligida sintez qilingan suvda eriydigan reagentlardan foydalanib tadqiqot ishi davom ettirildi. Ushbu tanlangan reagentlarimizni kvant kimyo hisoblashlar orqali bog' hosil qilish qobiliyatiga ega bo'lgan atomlarning mavjudligi va ularning xumo va lumo qiymatlari aniqlanib, ushbu metall ionlari bilan tanlangan reagentlarimizni selektiv reaksiyaga kirishini taxmin qilib oldik. Biz tadqiqotimiz davomida barcha tanlangan reagentlarimizni spektrofotometrik usulda turli xil pH muhitlarda kompleks optik zichligini eritma muhitiga bog'liqligi o'rganilganda barcha komplekslarimiz uchun bitta yutilish shaddasi, ya'ni bitta simmetrik cho'qqiga ega ekanligi turli xil metall ionlari bilan aniqlashda selektivlik yuqori ekanligidan dalolat berishini aniqladik. Bu o'xshashlik barcha reagentlarda kuzatildi. Ushbu reagentlardan 3 tasining tajribalari stajirovka davomida Xarkov Milliy universitetida bajarilgan. Biz birinchi reagentimiz bilan kobalt, mis hamda temir ionlarini kompleksini, ya'ni rang intensivligi va kontrastligi yuqori bo'lganligi uchun ushbu uchta metall ion birinchi reagent bilan, ikkinchi reagentimiz bilan mis, kobalt, simob ionlarini, uchinchi reagentimiz bilan rux, nikel hamda mis ionlarini va to'rtinchi reagentimiz bilan mis, rux, simob ionlarini optimal sharoitlarni aniqlash ishlarini amalga oshirdik. Usulimizni selektivligini ta'minlash maqsadida dastlab eritma optik zichligini qo'shilayotgan eritma muhitiga bog'liqligi o'rganganimizda barcha komplekslarimizda, ya'ni eritmani muhiti bir-biridan turlicha va keng intervallardagi muhitlarda reaksiya ketganligi va shu olingan natijalar asosida har bir komplekslarim uchun optimal bufer eritma va optimal pHlar tanlab olindi. Olingan optimal sharoitlar asosida metall ionlarimizni kompleksga to'liq bog'lash uchun qo'shilayotgan reagent miqdoriga bog'liqligi o'rganib, barcha komplekslarimiz uchun o'rtacha 1,25 ml dan to 2,5 ml hajmgacha ushbu metall ionlarimizni bog'lash uchun hajmlar yetarli bo'ldi. Keyingi tadqiqotlarimizda ushbu optimal hajmlardan barcha komplekslar uchun mos ravishda foydalanildi. Ishlab chiqqan usulimizni analitik qo'llash maqsadida nur yutilishining asosiy qonuni hisoblangan Boger-Ber qonuniga bo'ysunishi o'rganganimizda, masalan, temir ioni uchun yuqorida olingan optimal sharoitlarda 2 mikrogramdan 48 mikrogram oralig'ida to'g'ri chiziqli bog'lanish, kobalt ioni uchun birinchi reagentimiz bilan 1 mikrogramdan 18 mikrogramgacha, mis ioni bilan 2 mikrogramdan 45 mikrogram oralig'igacha, shunga o'xshash boshqa metall ionlarida ham shu to'g'ri chiziqli bog'lanish aniqlanib, keyingi tadqiqotlarimizda o'sha olingan kompleks birikmalarimizda reagentga nisbatan ularni yutilish spektrlarini optimal sharoitlarda aniqlab, ularning kontrastligini aniqlandik. Ushbu olingan kontrastlar shu narsa kuzatildiki, masalan, birinchi kompleksimizda mis ioni uchun 65 nanometrga, kobalt ioni uchun 110 nanometrga va temir 3 ioni uchun birinchi reagent bilan 235 nanometrgacha nur yutilishining sohasi siljiganligi va ushbu grafikda yana ham selektivlikning yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni masalan temir
uch yoni eng yaxshi reaksiya kirayotgan sohada qolgan boshqa reaksiya kirishayotgan metal ioni reaksiya ketmaganligi, ya'ni ushbu metal ionlari bilan optimal sharoitlarda aniqlash imkoniyatini berdi. Ushbu analog, ya'ni o'xshashlik qolgan kompleks reagentlarda ham kuzatildi. Biz kompleks birikmalarimizni tarkibini aniqlash maqsadida to'rt xil bir-biriga o'xshash bo'lmagan va mustaqil bo'lgan tarkibni aniqlash usullari, muvozanada sizish orqa tarkibni aniqlash, spektrofotometr titrlash, asp to'g'ri chiziqlar usuli hamda izomerli serial usuli yordamida tarkibni aniqlaganimizda barcha holatlarda temir 3 yoni uchun 1 ga 3 nisbatda eng yaxshi reaksiya ketganligi, qolgan komplekslarimiz uchun 1 ga 2 nisbatda, biri 9, 2,03 yoki shu 2 ga yaqin sohalarda eng yaxshi reaksiya ketganligi sababli biz optimal ya'ni komplekslarimizni tarkibini temir yoni uchun 1 ga 3 nisbatda, qolgan komplekslarimiz uchun 1 ga 2 nisbatda ekanligini taxmin qildik. Biz Komar usuli yordamida reagentlarimizni dissotsiatsiya konstantasi va molar sundish konstantlarini komplekslarimizdagi sezgilikni bilan solishtirish maqsadida reagent o'zining fizik kimyoviy xossalari sifatida ularni spektrofotometr usulida ushbu tadqiqot amalga oshirdik. Ushbu tadqiqotlar ham Komar laboratoriyasi Karazi nomidagi Xarkov milliy universitetida amalga oshirildi. Va olingan natijalar asosida Tolmachovning grafik usuli yordamida barcha komplekslarimizni sezgirligini, shuningdek Bakkoning suyuldirish usuli yordamida ularning barqarorlik va beqarorlik konstantalari aniqlanib, ma'lum bir qonuniyatlar aniqlanganligi kuzatildi. Masalan, ya'ni yuqorida ham aytib o'tdim, ya'ni kontrastlik oshgan sari har bir komplekslarimiz, ya'ni sendel bo'yicha sezgirlikni oshishi kuzatildi. Shu bilan bir qatorda barqarorlik konstantalarini, masalan 10 usti 17, 10 usti 19, 10 usti 20 gacha ortib borishi barcha reagentlar bilan shu elementlarni elektron tashqi pog'onasidagi elektronlar to'lib borish tartibida ularning barqarorlik konstantalarini ortib borishi sezgilikni ham ortib borishiga olib keldi. Masalan, birinchi reagentimizda 10 usti 17, 10 usti 19, 10 usti 20, ya'ni ortib borish tartibida ularning sezgirligi ham 36 ming, 40 ming, 61 ming gacha. Shuningdek, masalan, uchinchi reagentimizda nikel, rux, mis qatorida 10 usti 22, 10 usti 23, 10 usti 24 barqaror konstantalarida ularning sezgirligi mos ravishda 23 ming, 42 ming, 28 ming va 42 ming tartibida ortib borishi kuzatilganligi sababli biz ushbu olingan natijalar asosida quyidagi grafik asosida barcha komplekslarimiz uchun umumiy qonuniyat, ya'ni kobalt, nikel, rux, mis, simob qatorida xelat hosil bo'lish effektiga mos ekanligi aniqlandi. Shuningdek, biz barcha reagentlarimiz bilan misli komplekslarimiz, mis bilan hosillangan komplekslarning barqarorlik konstantalarini reagentlarning kompleks hosil bo'lishiga ta'sir qilish yoki qilmayotganligini aniqlash maqsadida tahlil qilib ko'rganimizda, uchinchi reagentimiz bilan hosillangan misli kompleksda barqaror konstantasi eng yuqori ekanligi, ya'ni reagent molekulasidagi analitik aktiv hamda funksional aktiv guruhlarning ham roli borligi aniqlandi. Olingan barcha komplekslarimizni tarkibini yuqoridagi usullar yordamida tasdiqlash maqsadida infraqizil spektrlar va Raman spektrlar olindi. Unga ko'ra barcha reagentlar tarkibidagi 3200-3400 sohalardagi yutilish chastotalarini o'rniga kompleks tarkibida 400-500 orasidagi N metal hamda O metal bog'larini kuzatilganligi, shuningdek ushbu olingan natijalar Raman spektri bilan ham aniqroq, ya'ni tasdiqlash maqsadida Raman spektrlar tahlil qilganimizda ham yangi O metal hamda N metallarning kuzatilganligi aniqlandi. Va biz spektrofotometrik usulni eritma holatida barcha komplekslarimizni zaryadini aniqladik. Zaryadini aniqlaganimizda barcha kompleks tarkibidagi sulfa gruppalar, ya'ni manfiy zaryadlangan eritgan holatda turganligi, ya'ni anionitlardan o'tkazganimizda komplekslarimiz anionit ionitlarga yutib qolindi. Natijada haqiqatan metal ionlari reagent molekulasi tarkibidagi gidroksi guruhdagi vodorod ionlarining chiqib ketish hisobiga ionli bog'lanish va reagent molekulasidagi nitrozo yoki piridin halqasidagi azot atomlari orqali donor akseptor bog' hosil qilish hisobiga birinchi reagentimiz bilan temir kompleksi 1 ga 3 nisbatda 5 a'zoli, birinchi kompleksimizda qolgan metallari, ikkinchi reagentimizning barcha komplekslari hamda uchinchi reagentimizning barcha metallarida 1 ga 2 nisbatda
5 a'zoli hal qiladi hamda 4-reagentimiz bilan 1 ga 2 nisbati koordinasiya soni 6 ga teng bo'lgan 6 halqali kompleks birikmalar hosil bo'lishini taxmin qildik. Ishlab chiqqan uslubimizni analitik qo'llash maqsadida biz to'g'ri chiziq tenglamasini eng kichik kvadrat usuli yordamida to'g'ri chiziq tenglamasi barcha komplekslar uchun aniqlandi. Olingan natijalar quyidagi har bir grafikda keltirilgan. Unga ko'ra barcha holatlarda korrelyatsiya koeffitsiyenti 1 ga yaqin ekanligi, ya'ni ishlab chiqqan uslubimizni atrof muhit obyektlarida olingan optimal sharoitlarda qo'llanish mumkinligidan yana ham imkoniyatini beradi. Barcha komplekslarimiz uchun bu to'g'ri tenglamasi hisoblanib, ishlab chiqqan uslubimizni boshqa mavjud usullar yordamida solishtirish maqsadida ularning quyi aniqlanish chegaralari aniqlandi. Optimal sharoitlarda shuningdek barcha hosil bo'lgan komplekslarimizda turli xil metal ionlari bilan tanlab ta'sir etuvchanligi, ya'ni selektivligi begona ionlar ishtirokida aniqlanib, biz tahlil qilganimizda ayrim ionlarning xalaqit berishini optimal sharoitlarda niqoblash orqali va eritmaning muhiti, to'lqin uzunligi, küveti qalinligi yoki ularning optimal hajmlarini o'zgartirish orqali atrof muhit obyektlari qo'llash mumkin ekanligini aniqladik va dastlab sun'iy aralashma analizga qo'llaganimizda barcha komplekslar uchun nisbiy standart chetlanish 0.0.24 dan oshmaganligi, shuningdek standart qotishmalar, shifobaxsh ma'dani suv, omonxona bulog'i suvi, Xondiza rudasi tarkibida boshqa obyektlar analiziga ham qo'llaganimizda nisbiy standart chetlanish 0.461 dan ortmaganligi kuzatildi. Ishlab chiqqan uslubimizda optimal sharoitlar va ba'zi analitik xarakteristikalarni bizdan oldin ishlab chiqilgan mahalliy va hamda xorijiy reagentlar bilan ishlab chiqilgan uslub bilan solishtirilib, komplekslarimizni afzallik va kamchiliklarini aniqladik. Masalan, ushbu jadval asosida shu narsadan xulosa qildikki, masalan, birinchi reagentimiz, birinchi mana ko'k qora naftol B reagentiga nisbatan bizning kompleksimizda, ya'ni kislotali muhitga kompleks hosil bo'lishi surilganligi, ya'ni birinchi reagentga nisbatan afzalligini bildiradi. Lekin ayrim masalan, mana 3-reagentga nisbatan yana bu pH3 da, ya'ni bizning sohadan ham kislotali sohada reaksiya ketganligi, yana kamchiligi ham borligi kuzatildi. Lekin shu bilan birgalikda uni sezgiligini solishtirganimizda yana 14 mingga nisbatan 20 ming bizni tanlagan ishlab chiqqan uslubda afzallik ham borligi kuzatildi. Barcha komplekslarimiz uchun ushbu solishtirma jadvallari aniqlandi. Turli xil boshqa usullar yordamida va amperometr, lyuminessensiya kabi ushbu usulimiz bilan raqobat bo'la oladigan usullar bilan solishtirilib, ularning afzallik va kamchiligi aniqlanib, quyi aniqlanish chegaralarining nisbatan kamayganligi, umumiy hisobda analitik va metrolog tavsiflari boshqa usullarga nisbatan yaxshilanganligi aniqlandi. Shuningdek, hozirgi kunda davlatimizda olib borilayotgan islohotlarga ham befarq bo'lmasdan, biz yashil kimyoning barcha tamoyillariga qay darajada hissa qo'shayotganligimizni tahlil qilib ko'rdik. Ma'lumki, yashil kimyoning 12 ta tamoyili bor. Shular ichida bizda 7 tasi mos ekanligi keltirildi. Ya'ni 11-tamoyil, birinchisi yana spektral usullar yordamida kompleks hosil bo'lish jarayonini kuzatib borish va optimal sharoitlar asosida aniqlash metodlarini ishlab chiqish. 8-tamoyil masalan ortiqcha bosqichlarni kamaytirish orqali samarali usullarni tanlash 8-tamoyilga to'g'ri kelyapti. Birinchi tamoyilimiz, ya'ni reaksiya jarayonida keraksiz qo'shimcha moddalar hosil bo'lishining oldini olish va kamroq chiqindilar hosil qilish, energiya samaradorligi, ya'ni kompleksni sintezini past harorat va bosimda olib borish. Shuningdek, 3-tamoyil organik erituvchilar o'rniga suv yoki ekologik xavfsiz erituvchilardan foydalanish. Bu ham bizni olib borgan tadqiqotlarimizga to'g'ri kelayotganligini. Shuningdek, zararsiz sintetik usullar yordamida 4-tamoyil kompleks hosil qilish jarayonida atrof muhit va inson salomatligi uchun xavfsiz reagentlardan foydalanish va og'ir metallar monitoringini yaxshilashga yordam beradi va atrof muhitni himoya qilishga hissa qo'shadi degan tamoyillarga mos ekanligini kuzatdik. Biz olib borgan tadqiqotlar davomida quyidagi xulosalarga keldik. Ya'ni birinchisi, tanlagan reagentlarimiz bilan o'rganayotgan metal ionlarini spektrofotometrik usuli bilan optimal sharoitlari suvli muhitda temir, kobalt ionlari bilan birinchi reagent bilan, kobalt, mis, simob ionlari bilan ikkinchi reagent bilan, kuchsiz kislotali muhitda, mis ioni bilan birinchi reagent bilan, rux ioni bilan uchinchi reagent bilan neytral muhitda, nikel, mis ionlari bilan uchinchi reagent bilan kuchsiz ishqoriy muhitlarda, shuningdek nur yutilish maksimumlarining beta-xrom va gipsoxrom siljishlari 60 nanometrdan reagentga nisbatan 230 nanometrgacha surilganligi, sender bo'yicha sezgirliklari esa
barcha komplekslar uchun o'rtacha 0,1031 mikrogramdan 0,1070 mikrogram santimetr kvadrat oralig'ida ekanligi o'rnatildi. Shuningdek, atrof muhit obyektlari tarkibidagi ushbu o'rganilayotgan metall ionlarini yangi organik reagentlar yordamida yuqorida olingan optimal sharoitlar asosida yangi aniqlash uslubi tavsiya qilindi. Atrof muhit obyektlari tarkibidagi temir, o'ch, kobalt 2, mis 2 ionlarini birinchi reagent bilan, kobalt 2, mis 2, simab 2 ionlarini ikkinchi reagent bilan, nikel 2, mis 2, rux 2 ionlarini uchinchi reagent bilan, shuningdek mis 2, rux 2 hamda simab ionlarini to'rtinchi reagent bilan spektrofotometrik aniqlashning optimallashtirilgan sharoitlarida Bugel-Lamy-Berg qonuniga bo'ysunish o'rganildi hamda ularning barchasi shu aniqlash konsentratsiyalari yuqori optimal sharoitlarda kompleks hosil qilishiga asoslanib aniqlash uslublari tavsiya etildi. Shuningdek, naftalin asosidagi yangi organik reagentlar bilan o'rganilayotgan metall ionlarini organik reagentlarga nisbatan, ya'ni biz reagentlarimizni ham malera so'ndirish koeffitsiyentini aniqlaganmiz, komplekslarda ham. Ya'ni o'shanga nisbatan solishtirib, ularning beta-xrom siljishini kuzatdik va ushbu beta-xrom siljishlar asosida barqaror konstantalar ham ushbu metallarning siljishiga mos ravishda ortib borish ketma-ketligida yangi o'sha ma'lum qonuniyatga mos ekanligi aniqlandi va kobalt, nikel, rux, mis, simab qatorida xelatlanish qonuniyatiga mos kelishi isbotlandi. Shuningdek, ishlab chiqilgan uslublarning to'g'riliq va qayta tiklanuvchanligi kiritildi topildi usul yordamida o'rnatildi hamda barcha ionlar uchun quyi aniqlanish chegaralari tegishli qiymatlarga teng ekanligi aniqlanib, atrof muhit obyektlari tarkibida aniqlash usullarining tabiiy suvlar, standart namunalar, rudalar va ashyoviy dalillar analiziga qo'llanilib, olingan natijalarda nisbiy standart chetlanish eng yuqorisi 0,1150 dan oshmadi. Boshqa alternativ, ya'ni davlat standart usullari bilan solishtirildi. Natijalar to'g'riligi, simetrik xatoliklar yo'qligi student mezonlari bilan analitik student mezonlari bilan taqqoslab, analitik va metodologik tavsiflarning yuqori ekanligi tasdiqlandi. Shuningdek, monitoring natijasida respublikamizning 100 mingdan ortiq aholiga ega bo'lgan shaharlar atmosferasidagi og'ir metallar konsentratsiyasi Andijon shahrida ruxsat etilgan me'yordan oshganligi kuzatildi. Viloyatlar atmosferasidagi og'ir metallar konsentratsiyasini tahlil qilganimizda esa Toshkent shahri va Toshkent viloyatida eng yuqori ko'rsatkich ekanligi aniqlandi. Va Surxondaryo viloyatidagi tabiiy buloq va daryo suvlarida o'tkazilgan tahlil va monitoring natijalari shuni ko'rsatdiki, To'polang suv omborida ionlarning miqdori barcha metall ionlarining miqdori ruxsat etilgan me'yordan kam ekanligi va ichimlik suvga yaroqli ekanligi kuzatildi. Lekin ikkinchi 11-chi tahlil qilingan namunalarimiz tarkibining barchasida temir ionlarining miqdori ruxsat etilgan me'yordan 1,52 martadan 14,48 martagacha oshganligi aniqlandi. Qolgan ionlarning miqdori esa ruxsat etilgan me'yordan oshmaganligi kuzatildi. Shuningdek, ishlab chiqqan uslublarimizda uslublarimiz real obyektlar analiziga qo'llash uchun tavsiya etildi. Olingan optimal sharoitlar asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologik atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Qoraqalpog'iston suv ta'minoti laboratoriyasida, Navoiy kombinatologik kombinatining markaziy laboratoriyasida, Pengsheng O'zbekiston Xitoy qo'shma korxonasi analitik laboratoriyasida, Sho'rtan gaz kimyo majmuasining kimyo bakteriologiya laboratoriyasida va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ekspert kriminalistika bosh markazining analitik laboratoriyalarida kimyoviy laboratoriyada sinovdan o'tkazildi va O'zbekiston Respublikasining intellektual mulk agentligidan bitta foydali modelga patent olindi. Tadqiqot davomida bir qancha maqolalarimiz hozirgi kundagi yana universitetimizning talabi asosida turli xil nufuzli impact faktori 6.4 ga teng bo'lgan jurnallarda maqolalar nashr etildi. Olingan patent va spravkalarimiz tegishli ishlab chiqarish korxonalaridan e'tiborlari uchun rahmat. Rahmat. Ma'ruza hujjatda marhamat savollar. Bizni dolzarbligi aniq. Endi sizda masalan boshqalar savol nima qilib turguncha an'anaviy reagentlar bor, ushbu metallarda qo'llaniladi ekan va siz naftalin asosidagi yangi organik reagentlarni sintez qilib ularga qo'llayapsiz. An'anaviyga nisbatan sizdagi afzalligi qanaqa? Bu reagentlar. Xo'p, an'anaviy reagentlar yana hozirgi kunda mana Olmaliq metallar kombinatida suvda eruvchan nitroz er tuzidan foydalaniladi. O'shanga nisbatan ham solishtirganimizda quyi aniqlanish chegarasi ishlab chiqqan uslubda kamayganligi
kuzatildi. Shuningdek, ushbu bizning reagentlarimiz alfa nitroz va beta naftolning, ya'ni spirtda eriydigan butun dunyoda qo'llanadigan hosilalar hisoblanadi. Ya unga nisbatan afzalligi, yana bizning reagentimiz suvda eruvchan forma holatda o'sha spirtda eriydigan reagentni suvda eruvchan holatga, ya'ni sulfa gruppalar kiritilib, sintez qilib qo'llayotganimiz uning afzalligidan dalolat beradi. Savollar. Marhamat. Necha martagacha takrorlash aniqlash mumkin? Reagentlarimi? Reagentlarimiz bir marta ishlatiladi, qayta takrorlab bo'lmaydi. Chunki bu Regeneratsiya ham qilib bo'lmaydi. yo'q, regeneratsiya qilib bo'lmaydi. Sababi eritma muhitida hosil qilgan komplekslarimiz barqaror komplekslar bo'lganligi uchun muvozanat chapga surish yuqoriki nima tezlikda emas, shuning uchun regeneratsiya qilish imkoniyati yo'q. Yana bitta savol. Ana siz aniqlagansiz hamma viloyatlar bo'yicha ham atmosfera hammasida ham tuproqlarda. Endi davlat organlari ham shu narsani aniqlaydi. To'g'rimi? Shular bilan bir qandaydir jadval asosida solishtirib ko'rganmisiz? Keyin qanaqa tavsiya berdingiz bularga? Biz ushbu Surxondaryo viloyatidagi suvlar tarkibini 11 xil namuna asosida bizga taklif bilan chiqishuvdi o'sha borganimizda. Biz o'sha natijalarni beruvdik. Men o'zim tahlil qilib beruvdim. Hozirgi kunda yaqinda borib ko'rib keldim. To'polang suv omboridan Termiz shahrigacha 200 kilometr orasida o'sha to'polang suv ombori ichimlik suvi sifatida hozir olib borilyapti. Qolgan hududlarda endi buloq suvlarida ushbu metall ionlarning ruxsat yuqori ekanligini ekologiya qo'mitalariga tumanimizga aytdik. Ya'ni u yerlardagi aholilarda o'sha suvlardan imkon darajasi kamroq iste'mol qilib, suvlarning toza holatdagi suvlardan ichimlik sifatida qo'llanilyapti. Shuningdek, biz shahar ekologiyasidagi mutaxassislar bilan bog'landik. Ushbu ma'lumotlarimizni ularga berdik. Endi hamkorlikda yana ishlashni davom ettiramiz. Savollar. Marhamat. Avvalambor ba'zi yaxshi nasibingiz yaxshi eshitdik. Naftalin asosidagi yangi organik reagentlar 4 ta turib olingan. Bular endi kompleks hosil qilishida asosiy funksional gruppalari 4 talasida 4 xilmi? 4 xil. Rasmda ko'rsatdingiz-ku. Va ularni selektivligi qaysi yo'llarga alohida? 4 tasidagi. Xo'p, ustoz bergan savol uchun rahmat. Bizda ikkita reagentimiz, ya'ni bir xil tarkibga ega, bir xil tarkibga egada, lekin ulardagi sulfa gruppalarining o'rni farq qiladi. Sulfa gruppalarining o'rni farq qiladi. Shu asosida albatta metall ionlari bilan to'liq reaksiyalarga kirdi. Birinchi reagentimiz bilan rang intensivligi temir ioni bilan kobalt hamda mis ionlarida yuqori ekanligi aniqlandi. Qolgan metallarga nisbatan. Ikkinchi yana 4 gidroksi, yana 4 holatda mana bu sulfa holatdagi reagentimizda esa kobalt mis simob ionida intensivligi yaxshiroq bo'lgan reaksiya ketganligi aniqlandi. Uchinchi reagentimizda esa nikel, kobalt hamda mis ionlarida boshqa metall ionlariga nisbatan yaxshi reaksiya ketganligi aniqlandi. To'rtinchi reagentimizda mis, rux hamda simob ionlari bilan reaksiya rang indeksi yuqori bo'lganligi uchun ushbu metall ionlari bilan usul ishlab chiqdik. Endi ushbu reagentlardagi sulfa gruppalarini ham yoki boshqa analitik hamda funksional aktiv guruhlarning ham ta'sirini biz solishtirilib, taqqoslab reagentlarni bir-biridan bilan solishtirganimizda 3-chi reagentimizda barqarorlik konstantlari va sezgirliklari qolgan reagentga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Bu tanlovchanligini, selektivligini ko'rsatadi. Ikkinchi savolim, mana tadqiqotlarda turli joylarda suvda va tuproqdagi metall ionlarining miqdori o'rganilgan. Shu bilan birga havoda ham o'rgandik deyapsiz. Shu havodagi metall ionlarni qaysi tartibda o'rgandingiz? Havodagi metall ionlarni biz o'rganmaganmiz. Havoda o'sha ekologiya vazirligida havoni analiz qiladigan mutaxassislar ularning ma'lumotini olib biz tahlil qilganmiz va ruxsat etilgan me'yorga nisbatan va uni tarkibidagi metall ionlarining oshganligini tahlil qilib berganmiz. Analiz jarayonlarini ekologiya qo'mita vazirligidagi laboratoriyada bajarilgan. Rahmat. Savollar bormi? Marhamat. Abdurahmonov professor.
Tamam, birinchi savol. Siz taklif etayotgan usullar yordamida tabiiy suvlar tarkibida nikel, mis, rux va boshqa ionlar to'g'ridan to'g'ri aniqlanadimi yoki oldin biron bir usulda konsentralanadimi? Bizni tadqiqot usulumizda agar namuna tarkibidagi metallarning konsentratsiyasi yuqorida aytgan yana to'g'ri chiziqli bog'lanishga mos kelsa, to'g'ridan to'g'ri aniqlaymiz. Agar u mos kelmasa, ya'ni metal ionlari konsentratsiyasi kichik bo'lsa, uni biz bug'latish orqali konsentrlab o'sha chegaraga tushiramiz. Agar yuqori bo'lsa, uni suytirish orqali o'sha chegaraga tushiramiz. Sabab bu gerlarni ber qonuniga bo'ysunmasak, aniqlolmaymiz, shu sohaga tushiramiz. Ikkinchi savolim, taklif etilgan metodikalarni sezgirligini metallarni aniqlashda sezgirligi yuqori bo'lgan ayrim elektrokimyoviy, atom absorpsion va atom emission usullar taqqoslab ko'rgansiz. Avtoritetda shunday qiyosiy jadvallar uchratmadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bergan savolingizga yana shunday javob berishim mumkinki, biz dissertatsiyada barcha o'rgangan komplekslarimiz uchun turli xil solishtirma jadvallar keltirganmiz. Endi avtoreferatning hajmi cheklanganligi sababli uni avtoreferatga o'tkaza olmadik. Masalan, keyingisini o'tkazing. Mana siz aytgan amperometriya, lyuminessensiya, fotometriya, spektrofotometriya usullari bilan ham solishtirib biz ularni afzallik va kamchiliklarni aniqlaganimizda, masalan, biz ishlab chiqqan uslubimizda nisbiy chetlanishimiz 0,100 dan 3 ga teng bu ekanligi. Xo'p, mana bu amperometriya usuliga nisbatan yana kamchiligi. Lekin miqdorni aniqlashning quyi aniqlanish chegarasi ushbu ishlab chiqilgan usulga nisbatan bizga kam ekanligi uni afzalligini ko'rsatdi. Shu bilan bir qatorda yana vaqtlari bir xil, eritma hajmlari sezgirlik ham bizning ishimizda masalan fotometriya usulda bizdan oldin boshqa biron reagent bilan qilingan ishlarda 130 yuqori, lekin bundagi quyi aniqlanish chegarasini solishtirganimizda ham biznikidan nisbatan kattaroq va aniqlanish sohasi asosan 0 dan 15 mikrogramm oralig'ida aniqlangan bo'lsa, biz ishimizni 1 mikrogrammdan 40 mikrogrammgacha, ya'ni aniqlash sohasi kengayganligi ham ushbu usulning afzalligini ko'rsatadi. Ushbu unga o'xshash xulosalar barcha metal komplekslari uchun qilingan. Dissertatsiyada keltirilgan ilova va asosiy qismida. Uchinchi savolim, demak, omonxonaning suvi tarkibini o'rganibsiz. Shu suvga shifobaxshlik xossasini qaysi ionlar berishini ayta olasizmi? Xo'p, albatta, shifobaxsh ma'dani suv tarkibida 13 xil metal kationi bor. Biz buni tahlil qilganimizda, bundagi barcha metal ionlari konsentratsiyasi bir marta 10 kunlik ichganingizda ruxsat etilgan me'yordan kichkina, sizga ta'sir qilmaydi, zararli oqibati yo'q. Uni tarkibidagi barcha metallar, ionlar, ya'ni miqdori kam bo'lganligi uchun agar shu barcha organizmda qaysi bir metallarning konsentratsiyasi mavjud bo'lmasa, ana o'sha metallarning shifobaxshiga ta'sir qiladi. Chunki organizm uchun mikroelementlar turli xil oziq-ovqat mahsulotlari orqali, suv yoki boshqa obyektlar, boshqa mahsulotlar orqali biz kundalik qabul qilishimiz kerak. O'sha omonxona suvida barchasi ruxsat etilgan me'yordan kichkina va qabul qilsak, qaysi biri bo'lmasa shifobaxsh xossasini his qilamiz. Hammasi bor. Savollar. Marhamat, taklif bo'ladi. Ekologik jihatdan savol bermoqchi edim. Talab borsiz. Mana avtoritetizda va ma'lumotga aytdingizki, demak, o'sha atmosfera havosiga tashilayotgan chiqindilar miqdorini kamaytirish chora-tadbirlarini amalga oshirish kerak. Aytgansiz. Qanaqa chora-tadbirlar amalga oshirish kerak? Mana shu vujudga olinayotgan o'sha obyektlaringiz misolida. Xo'p, biz bo'yicha 3 xil tavsiya ishlab chiqdik. Yana birinchisi, texnogen o'sha olib borgan ishlab chiqarish korxonalar misolida yana texnogen chiqindilarni sanoatda foydalanishni joriy etishni oshirish kerak. Shuningdek, hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalaridagi texnologiya zamon talabiga, ya'ni ularni yangilash kerak. Keyingisi, ishlab chiqarish korxonalarida chiqayotgan chiqindilarni minimallashtirish tizimini ishlab chiqish kerak. Xomashyo va chiqindilarni kompleks qayta ishlash tizimini takomillashtirish kerak. Ushbu va shu bilan bir qatorda aholi soni muntazam
oxirgi 10 yillik misolida masalan ancha oshib ketdi. Ayniqsa Toshkent shahar va Toshkent viloyatida muntazam monitoring tizimini olib borish kerak deb tavsiya qilaman. Ikkinchi savol bunday bo'ladiki, monitoring olib borgansiz obyektlarda. Bu monitoring olib borganingizda qaysi muddatlarni olib borgansiz? Necha yilligini olgansiz? Qanday oraliklarda? Har Rahmat. oymi, har hafta? Xo'p, biz Toshkent viloyatidagi ishlab chiqarish sanoat korxonalar atrofida oy misol yana noyabr oylarida, ya'ni kuz faslida olib borganmiz. Surxondaryo viloyatidagi barcha suv analizlarida esa o'sha yana suv eng ko'p to'planadigan vaqt bu ya'ni avgust oyiga to'g'ri kelar ekan. Bu mutaxassislar bilan kelishib avgust oyidagi suvlarni olib monitoring amalga oshirganmiz. Endi suvlarni 2 yil davomida amalga oshiramiz. Natijalarini tahlil qilganmiz. Havo tarkibidagi og'ir metallar konsentratsiyasini 4 yillik monitoringni amalga oshirganmiz. 4 yil. Rahmat. Yana bitta savolim bor. Mana Andijon viloyatida juda katta o'sha atmosfera havosiga kunlar yuqori konsentratsiyalar ko'rsatilgan. Ya'ni o'rtatilgan konsentratsiyadan ortib ketgan. Buni sababi nimadan iborat? Buni sababi ma'lumki bu turli xil sabablar bor. Andijonda yirik ishlab chiqarish, yana mashina ishlab chiqargan zavodimiz bor. Neft, gaz sohasiga doir bitta zavod bor va geografik iqlimi ham u vodiyni chuqurlik qismida joylashganligi sababli u yerdan chiqayotgan chiqindi o'sha havodagi zararli moddalar uzoq muddat turib qolayotgan ekan. Ya'ni agar ochiq bo'lsa, masalan mana shu xonadan zaharli o'sha havoga chiqayotgan bo'lsa, ochiq bo'lsa u o'tib ketishi mumkin-da, lekin u chuqurlikda joylashganligi sababli uzoq muddat turayotganligi hisobiga turib qolayotganligi sababli u yerda o'sha holat kuzatilyapti. Toshkent shahri ham xuddi shunaqa. Masalan, Toshkent shahrida sal uzoqroqdan qarasak, pastlikka joylashgan. Shuni hisobiga. Shu bilan birgalikda Toshkent shahrida yana boshqa sabablar bor. Oxirgi 10 yillikda bilamiz, oliy ta'lim muassasalari ko'payib ketdi. Aholi soni kundan kun ortib boryapti Toshkent shahrida. Yana aholi soni ortdimi? Atrof muhit obyektlaridagi barcha narsalar bu inson uchun-da. Aholi ko'payapti, oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirishimiz kerak. Uni texnika bilan ta'minlashimiz kerak. Oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa ehtiyojini qondirish uchun yana mashinalar mana shaharda qancha ko'payib ketdi. Energiya qancha ko'p ishlatilyapti. Uning natijasida shuningdek suv va boshqa mahsulotlarda ham e'tibor ortib ketayotganligi sababli ushbu holatlar Toshkent shahrida kuzatilyapti. Va so'zimni yakunida aytaman, Toshkent shahri va Toshkent viloyat atrofida ishlab chiqarish kimyo sohasida zavodlar ham Prezidentiga qo'yishmi? Ikkita qo'shildi. Demak, o'sha hozirgi qilgan tadqiqot ishingiz hozirgi kunda juda dolzarb hisoblanadi. Mana beradigan savolim taqdimot jarayonida bir necha bor shu temir yo'llarni haddan tashqari chegaraviy miqdordan oshib ketgan ta'kidlab o'tdingiz. Nimani hisobingiz ko'payib ketdi? Rahmat ustoz bergan savolingiz uchun. Bu Surxondaryo viloyati misolida bu xulosa qilindi. Sababi Surxondaryo viloyati tog'li hudud bo'lganligi sababli barcha suvlar o'sha yomg'ir yog'lari, buloq suvlari orqali yig'iladi. Ya'ni o'sha tuproq tarkibida o'sha temir ionlari ko'p bo'lganligi sababli ma'lum miqdorda o'sha barcha metall ionlari eriydi. Ya'ni temir ionlari miqdori ko'p bo'lganligi sababli ko'proq erish orqali o'sha buloq suvi bo'ladimi, daryo suvlarida ularning me'yori oshyapti. Bitta to'polon suv ombori da bu temir ionlari nimadan kam bo'lganligi sababli, demak o'sha hududlar atrofida demak tuproq tarkibida, o'sha tog' tarkibida ham o'sha temir ionlari konsentratsiyasi kamligidan dalolat beradi. Ikkinchi savolim bor edi. Mana masalan siz og'ir metall yo'llarini tahlil qilgansiz hammasini. Lekin o'sha yerda faqat xrom yo'llar ko'rilyapti-da. Rahmat ustoz, biz shu nima deydi, asosan oziq-ovqat va suv tarkibidagi bo'lgan metallardan o'sha davriy sistemaga joylash tartibiga ham ketma-ketligidan ham qaradik va hozirgi bizda kafedramizda mendan tashqari boshqa tadqiqotchilar o'sha xrom, qo'rg'oshin, mishyak ionlari bilan ishlashadi.
va keyingi ishlarimda ham mana o'sha xrom ionlari bilan ishlashni davom ettiraman. Va bu bo'yicha men nima oldimga o'sha ishlab chiqarish korxonada ishlab chiqaramiz deb Sirdaryodagi Tekshan ko'chma korxonasiga qo'llayotganimiz deb u yerdagi mutaxassislar menga o'sha taklif bilan chiqishdi. Bizga xrom 6 ioni ishlab chiqarish, ya'ni terini oshlashda hosil bo'lyapti. Biz uni aholiga chiqindi suv sifatida chiqayotgan suv tarkibida xrom 3 ioni holatiga chiqarib yubormasak, biz ishlay olmaymiz dedi. Shuning uchun bundan keyingi ishimizda o'sha xrom 6 va xrom 3 ionlarini aniqlash bo'yicha ham ishlaymiz. Rahmat. Savollar? Tamam. Bunda marhamat, professor Abdurahmonov Ergashboy aka. Jamoliddin, mana shu O'zmuni Milliy universiteti analitik kimyo kafedrasida professor Turobov, Usmonova, Umradovalar rahbarligida mana shu siz qilgan yo'llarni, aniqlagan yo'llarni aniqlash bo'yicha qator metodikalar ishlab chiqilgan. Sizni metodikalaringiz shulardan ustunligi bormi? Agar bo'lsa, nimadan iborat? Hop, rahmat ustoz bergan savolingiz uchun. Biz Simonovani bajargan, ya'ni Arsinaza 3 bilan qilgan reagentida Arsinaza 3 bilan hosil qilgan komplekslarini solishtirib ko'rganimizda barqarorlik konstantalari bizning kompleksning yuqori ekanligi kuzatildi. Shuningdek, Gaspol hosilalari bilan shu paytgacha professor Turobov o'zlari va ular shu paytga shogirdlar ishlab kelgan, u bo'yicha ham solishtirganimiz, ya'ni quyi aniqlanish chegaralari, ya'ni analitik va meteorologik tavsiflarning yaxshi ekanligi, yaxshilanganligi kuzatildi ustoz. Quyi aniqlanish chegarasi 3 martagacha tushganligini kuzatdik. Qoniqarlimi javob? Ergashboy aka. Shularda. Yana savollar bormi? Zalda savollar bormi? Yetarli bo'ladigan bo'lsa, unda dissertatsiya bo'yicha seminar va yetakchi tashkilot xulosasi hamda avtoreferatga kelgan taqrizlar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengash ilmiy kotibiga beriladi. Marhamat. Rahmat. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi va avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va Noorganik kimyo institutining kengaytirilgan ilmiy seminarida muhokama etilgan 9 aprel 2025-yil 4-sonli bayonnoma. Ilmiy seminar raisi professor Tog'asharif, taqrizchi professor Yakubov. Xulosa: ijobiy ayrim kamchilik va takliflar berilgan. Birinchisi, avtoreferatning 14-sahifasidagi o'zbek tilidagi 4-rasm uchun tahlil qilingan ikkinchi reagentning optimal hajmini aniqlash natijalarida avtoreferat matnini ichida havola berilmagan. Rus tilidagi 42-43 sahifalarda esa 4-rasm uchun 2 joyda havola berilgan. Ikkinchisi, avtoreferatda IK, Yamer va Raman spektrlarining natijalari jadval ko'rinishida berilsa, tushunish va solishtirish qiyinchilik tug'dirmasdi. Uchinchisi, dissertatsiya va avtoreferatda sanoat korxonalarini Toshkent viloyati misolida monitoring qilingan. Respublikamizning boshqa viloyatlaridagi sanoat korxonalari faoliyati ta'sirini ham monitoring qilinsa, ishning ilmiy ahamiyati yanada oshgan bo'lardi. Keyingisi, dissertatsiyada ishlab chiqilgan uslublarning raqobatbardoshligini tushuntirish uchun solishtirma jadval berilgan bo'lib, ammo avtoreferatda bu berildi. Keyingisi, foydalangan adabiyotlar ro'yxati tahlil qilinganda oxirgi 10 yillikdan oldingi adabiyotlar ham uchraydi. Keyingisi, dissertatsiya ishida ayrim imloviy xatoliklar mavjud. Dissertatsiya avtoreferatiga kelgan taqrizlar. Birinchisi, Toshkent davlat texnika universiteti rektori akademik Turobjonovdan taqrizi ijobiy quyidagicha kamchilik keltirilgan. Avtoreferatda yangi organik reagentlar asosida turli metal ionlarini aniqlash usuli yangilik sifatida bayon etilgan. Biroq ushbu reagentlarning amaldagi analoglardan farqi, ustunliklari yuqori darajadagi xalqaro metodlar bilan chuqur taqqoslanmagan. Ikkinchi taqriz O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Yadro fizikasi instituti direktori akademik Sadiqovdan taqrizi ijobiy quyidagicha taklif va kamchilik keltirilgan. Birinchisi, sanoat korxonalarini monitoringi uchun taklif sifatida kelajakda Yadro fizikasi instituti atrofidagi tabiiy suvlar, o'simliklar, tuproq tarkibidagi ionlarni ruxsat etilgan miqdorlariga nisbatan monitoring qilib, atrof muhitga berayotgan ta'sirini baholashga tavsiya qilaman. Ikkinchisi, temir, uch, kobalt, nikel, mis, rux va simob 2 ionlarni turli organik reagentlar bilan spektrofotometrik
usulda aniqlashning ko'plab usullari ishlab chiqilgan, balki dissertatsiyada ko'rsatilgandir, lekin avtoreferatda tanlangan reagentlar bilan aniqlashning boshqa mavjud reagentlar bilan aniqlashdan qanday afzalligi borligi keltirilmagan. Uchinchisi, avtoreferatda bir qator grammatik va imloviy xatoliklar uchraydi. Uchinchi taqriz Toshkent kimyo texnologiya instituti ilmiy tadqiqot instituti direktori akademik Jalilovdan taqriz ijobiy quyidagicha taklif va kamchiliklar keltirilgan. Birinchisi, ishlab chiqilgan usullar kelajakda boshqa biologik obyektlar, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari tarkibi analizlariga qo'llashni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, shu bilan birgalikda avtoreferatning rus va o'zbek tillaridagi matnlar solishtirsa, ayrim joylarda imloviy va grammatik xatoliklar uchraydi. To'rtinchi taqriz Belorussiya Milliy fanlar akademiyasi Yangi materiallar kimyosi instituti direktori professor Rogachyovdan taqriz ijobiy quyidagicha kamchilik keltirilgan. Birinchisi, avtoreferat matnida ayrim noaniqliklar, xatoliklar mavjud. Ikkinchisi, foydalangan ilmiy ishlar ro'yxatini rasmiylashtirilganda yagona shakl har doim ham saqlanmagan. Beshinchi taqriz Belorussiya davlat universitetining Saxarov nomidagi Xalqaro davlat ekologiya instituti direktori, biologiya fanlari doktori Rudkindan taqriz ijobiy quyidagicha tavsiyalar keltirgan. Birinchisi, nima asosida og'ir va zaharli metall ionlarini aniqlash va nazorat qilish uchun funksional analitik guruhlar va analitik aktiv guruhlarni o'z ichiga olgan naftalin asosidagi suvda eruvchan organik reagentlar tanlangan. Ushbu tanlovga oid ma'lumotlar keltirsa maqsadga muvofiq bo'lar. Ikkinchisi, avtoreferatda ayrim imloviy xatoliklar mavjud. Masalan, 58-betda. Oltinchi taqriz Tojikiston Milliy universitetining kimyo fakulteti professori Ro'ziyevdan taqriz ijobiy quyidagicha tavsiyalar keltirgan. Birinchisi, 19-betda komplekslarning zaryadlari aniqlangan deb aytilgan, biroq bu qanday usulda aniqlanganligi keltirilmagan. Ikkinchisi, texnik xatoliklar bilan birga kichik grammatik xatoliklar ham mavjud. 7-chi taqriz Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti kimyo fakulteti professori, texnika fanlari doktori Nasimovdan taqriz ijobiy quyidagicha kamchilik keltirilgan. Birinchisi, tadqiqot davomida aniqlangan korrelyatsiya koeffitsiyenti avtoreferatdagi jadvallarda berilmagan. Ikkinchisi, reagentlarni ayrim fizik xossalari aniqlangan, ammo ularning suyuqlanish temperaturalari aniqlanmagan. 8-chi taqriz Termiz davlat universitetining kimyo fakulteti analitik kimyo kafedrasi mudiri professor Normurodovdan taqriz ijobiy quyidagicha kamchilik keltirilgan. Birinchisi, avtoreferatda ishlab chiqilgan uslubning raqobatbardoshligini tahlil qilish uchun boshqa ma'lum usullar bilan solishtirish jadvali berilmagan. 9-chi taqriz Xarkov Milliy universiteti kimyoviy meteorologiya kafedrasi dotsenti PhD Lyanovdan taqriz ijobiy quyidagicha kamchilik keltirilgan. Birinchisi, avtoreferatning 63-betida keltirilgan ilmiy yangiliklarda eritma muhiti o'rganishda qanday buffer eritmalar ishlatilgani ko'rsatilmagan. Siz qanday buffer eritmalardan foydalangansiz? 10-chisi, Zagreb universiteti kimyo fakulteti professori Darovdan kamchilik keltirilmagan. 11-chi, Tomis davlat milliy tadqiqot universiteti katta ilmiy xodimi Buzayevdan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. 12, Surgut davlat universiteti kimyo kafedrasi professori Dudkindan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. 13-chi, Sadriddin Ayniy nomidagi Tojikiston davlat pedagogika universitetining ilmiy ishlari bo'yicha prorektor, kimyo fanlari doktori professor Rajabzodadan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. 14-chi taqriz Namangan muhandislik qurilish instituti professori, texnika fanlari doktori To'rayevdan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. 15-chi taqriz Navoiy davlat konchilik va texnologiya universiteti professori o'qituvchilari Muhiddinov va Jo'rayevlardan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. 16-chi Qarshi davlat universiteti neft va gaz geologiya fakulteti dekani Shodiyevdan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat Nigora Hakimova, yetakchi tashkilot va avtoreferatga kelgan taqrizlarga javob berish uchun so'z Talokovga beriladi. Marhamat. Avvalambor yetakchi tashkilot sifatida xulosa bergan O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi umuman organik kimyo institutining jamoasiga va uning rahbariga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, fursatdan foydalanib meni dissertatsiya ishim va avtoreferatim bilan tanishib, o'zining qimmatli vaqtini ayamasdan o'qib chiqib, o'z fikr va mulohazalarini bildirgani uchun professor Yakubovga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Endi ruxsatlaringiz bilan taqrizga